Shifokorlar ogohlantiradi. Dushda peshob qilishning zarari. Nima uchun dushda peshob chiqarish odatidan voz kechish yaxshiroq? Bu odat bir qarashda ko'rinadigandan ko'ra ko'proq salbiy tomonlariga ega. Gigiyena, sanitariya, yaqinlarimiz bilan munosabatlar va hatto o'zimizning idrokimiz uchun ham yaxshi holat emas. Gigiyenada dush biz o'ylaganchalik toza emas. Biz uchun dush poklanish va yangilanish zonasidir. Ammo biz uni peshob bilan bulg'aymizmi? Unchalik emas. Peshob chiqarilganda tana toza bo'ladi, lekin undagi ma'lum bir miqdordagi bug' havo va devor sirtlarga o'rnashib, bakteriyalar, zamburug'lar uchun ko'payish joyiga aylanadi. Agar terida mikroyoriqlar yoki qichishish xususiyati bo'lsa, infeksiya xavfi faqat ortadi. Bu sizning teringiz yoki sog'lig'ingiz uchun yaxshi narsa emasligi bilan bo'y ko'rsatadi. Mayo Medical klinikasi olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayol peshob pufagida turli kasalliklarning rivojlanishiga hissa qo'shadigan ko'plab bakteriyalar aniqlangan. Noxush oqibatlar. Bu holat refleksini rivojlantiradi. Dushda peshob qilish Pavlov effektini keltirib chiqaradi. Odam har safar oqayotgan suv tovushini eshitganida kichik hojat qilgisi keladigan bo'ladi. Toz a'zolarning disfunksiyasi bilan birgalikda bu peshob tuta olmaslik holatini keltirib chiqaradi. Har safar ular oqayotgan suvning ovozini eshitib, peshob chiqarish istagini boshdan kechirganda, ular keyinchalik shartsiz itoatkorlikni talab qiladigan vaziyatda yuqorida keltirilgan holatdan aziyat cheka boshlaydi. Santexnika nuqtai nazaridan hamma narsa ham ko'ringani kabi emas. Peshob tarkibida minerallar, karbamid, uroxrom, kreatinin, amiak, kalsiy va magniy mavjud bo'lib, ular sovun yoki shampun qoldiqlari bilan birlashganda biz o'ylagandan ko'ra kuchliroq va tezroq cho'kindilarni hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan bu tiqilib qolishga, suvning sekin o'tishiga va noxush holatlarga olib keladi. Hammomni baham ko'ra olish boshqalarga hurmatdir. Agar siz yolg'iz yashasangiz, turli xil kichik holatlarni o'zingizga ruxsat berishingiz mumkin. Ammo umumiy foydalanuvda bo'lgan hammomda bunday odat juda salbiy qabul qilinadi. Turmush o'rtog'ingiz yoki farzandlaringiz bunday holat haqida bilib qolsa, qanday munosabatda bo'lishini tasavvur qiling. Bu nafaqat shaxsiy tanlov, balki umumiy maydonni hurmat qilish va yaqinlaringiz oldida obro' e'tiboringiz uchun qayg'urishdir. Psixologik nuqtai nazardan katta kuchga ta'sir qiladigan kichik holat. Bir qarashda bu arzimas narsadek tuyulishi mumkin, ammo miya bunday qoidalarni majburiy emasligini signal sifatida qayd etadi. Bu asta-sekin boshqa sohalarda ham intizomni zaiflashtirishi mumkin. Qo'lni muntazam yuvish yoki hammomni tozalash shular jumlasidandir. Buning o'rniga nima qilish kerak? Bu unchalik qiyin emas. Bu odatdan qochishning oddiy usullari mavjud. Ertaroq hojatxonaga boring, muammo hal bo'ladi. O'z-o'zini parvarish qilish kichik narsalardan boshlanadi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Oldinda hali muhim mavzular juda ko'p.